Assalomu alaykum. Yangi navlar gruppasini kuzatib boruvchi do'stlar. 2025-yil 6-aprel sanasida giloslarning holatiga bir baho berasizlar. O'rtoqlar, qaysi rayonda? Farg'onadan gapiryapman. Qaysi rayonda giloslar shu holatga keldi? Hozir O'zbekistonning ko'p joylarida valovoy setsalar. Endi gullab, hali gulini to'kkan yo'q. Bizi yangi navdagi giloslarimiz o'rtoqlar hosiliga baho berasizlar. Tagidan hosil boshlagan daji tepasigacha mana uchigacha bir xil hosilda gilosda afzalligi juda vaqtli. Gilos pishibdi deganda shu gilos pishadi, kalibrlari ham yirik, qattiq, eksportbop nav hisoblanadi. 1 kilosi 150 ming so'mgacha terilgan, korobkaga, Dubayga, shu eksportga sotilgan. Har biri shunaqa hosilda. Yaqinroq o'tib bu giloslar mana KGB usulida tarbiyalanyapti. Daraxtni yerdan turib hosilini bemalol terib olaverasizlar. 4 yoshli gilosni qaranglar, hosilini biz gilos ekardik oldinlari. Gilos eski navlardan ko'p ekkanmiz, adashganmiz. Hosil olmaydi. Mana chaylatuvchi o'xtar, chaylatuvchi top, ula 10 yil yetganda giloslarimiz gullaydi, rosa qiyg'os gulini lekin tashlab yuboradi. Bunga sabab o'zini o'zi chaylamaslik. Bu gilosni ko'rib tursizlar, chaylashini hosilini qaranglar o'rtoqlar. Yaqinroqdan ko'rsatyapsizmi o'rtog'im mana. Juda ser hosil. O'rtoqlar, adashmanglar, yangi navlarga eng ishonchli ko'chatlar Agrovodiy kanalidan sotib olasizlar. Nomini o'zgartirganmiz, yangi navlarni, chunki bizda faqat yangiliklar. Ko'rib turibsizlar, juda giloslar zo'r ushadi. O'zini o'zi chaylaydigan navlardan ekishlaringizni tavsiya qilamiz. Mana shunaqa bog' qilish xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol bizning kanaldan o'tib sotib olib, ko'chatlarni o'zimiz borib bog'larni tashkil qilib beramiz. 2025-yil kuz oyiga hozirdan zakaz olishni boshlaganmiz. Ko'chatlarimiz soni chegaralangan o'rtoqlar. Bor yo'g'i 30 ming dona ulangan mana shu sortdan ulgurib qolinglar. Elinganim uchun sizlarga video qilib tashlayapman. Oraliq masofasi 5 ga 3 ekilgan. 1 gektarga 666 ta, 700 ta, 800 ta ham ekishlaring mumkin. Xuddi shu tartibda o'zimiz borib bog'ni planlashtirib beramiz. Telefon nomerlarimiz 90 560 50 34, 99 998 80 36. O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'istonda bizni kuzatib turganlar bo'lsa, shu navdan ekishlaringizni tavsiya qilamiz. Ishonchli ko'chatlari kuzgi mavsumga tayyor bo'lyapti. Faqatgina sizlardan ko'chatlariga juda ko'pchilik qiziqyapti. Zakaz berganlar soni bor. Hozircha ko'chatlaridan qolgan 2025 ga ulgurib qolinglar. Salomat bo'linglar. Videolarimizni kuzatishda davom etinglar. Maksimalni videolarga like, podpiskalar bosinglar. Eng yangi navdagi ko'chatda faqatgina yangi navlar kanalidan sotib olasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bitta maketda